Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli do'stlar, kanalga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz nasib bo'lsa yana Tinkofonchilar haqida bo'ladi. Tinkofon qilaman desangiz o'ylardi. O'sha Ololbek Shodmon akamizni ishlarini ko'rib o'tamiz. Mana bu Shamshod, Uzr Shamshod, Buxoro Qorako'l tumani. Qaysi mahalla qishlog'i? Yakkalan. Yakkalan qishlog'iga kelganmiz. Nasib bo'lsa video davomida kuzatib boringlar, yetilgan ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, Kozmos Pason Lustralarni o'z qo'ygan ekan. Hozir akamiz o'zlaridan bir gapirtirib o'tamiz. Mana akalar nasib bo'lsa mana shu turishda chiroyli qilib taqlab qo'ygan mana aka. Shodmon akamiz. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Joningiz sog'mi? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, charchashibmi? Yo'ldoruz kanalining obunachilari, hammalaringizga salom. Ana Rossiyada yurganlar, musofirda, Turkiyada, Amerikada bo'ladi, qaysi yurtda bo'lsalar sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ishlariga omad tilaymiz. Ana Sherbek ukamizni uyiga ish boshladik. Ana otalari, ana o'g'ilchalari, hamnom Shamshodbek buni. Shamshodbek. Mana Shamshod. Ana uylarga ish boshladik, hamnomni. Ana shu fasonda o'roqmiz. Ana fasonni ko'ringlar. Shu musofirda yurganlar hammasi sog' bo'lsin, o'ja onalar, o'ja otalar, hammalar sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ishlarga hammalarini omad. Ana shu Qorako'l avlodning xizmatiga doim bizlar jondor Buxoro bo'ylab jondorlar var ketaveradilar. Qorako'ldan ko'p bo'libdi. Endi bu qanaqa fason bo'lyapti aka? Bu endi pianino fasonda bo'ldi. Ana o'rtasiga ikkita lustradan nima kosmosdan nima qildik? Endi bu kishi xohlalar shu fasonda bo'lsin deb. Endi uy egalarining fasonni tanlaganiga. Biza emas, uyning egasi O'zlari tanlaganlar, tanlagan, xohlaganlariga. Biza ko'rsatamiz, yoqmaydimi o'zlari tanlaganlarini qilib biza berib chiqib ketamiz. Uyni o'sha xizmatini qilib, rozi qilib chiqib ketamiz. Yo'qsa pul beradilar, yo'qmasa emas. Bizaga uni aldash yo'q. Uyni egasini rozi qilib, ishini qilib, keyin biza chiqib ketamiz. ustoga endi narxlar qanchadan olyapti shu ko'cha ketizga bizlar? Narxlarimiz endi Mana shu turishda chiqishlar qancha endi? bu turishda narxlarimiz 135 mingdan. Ana 03imiz 110 ming so'm, 3,5 ming, 3,5, 0,3,5, 120 ming so'm. 04imiz 130 ming. Ikki xil uni nimasi bor, tunikasi bor. 130 ming, 140 ming. 140 ming. Endi o'sha fasoniga qarab tanlab, o'sha xalq qaysi fasonni aytsa, o'shaga qarab chiqaramiz. Xalqga yengillik bo'lsin, og'irlik tushmasin. Bo'ladi. Shu ko'rgan payti rahmat usto, shu uydan davrasidan chiqqanda rahmat, ana shu uyini shunday qilib berdingiz desa, biza xursand bo'lib ketamiz. Mana. Xo'sh, endi kelsak doyanavi lustralar o'sha kosmoslar necha puldan bo'lyapti endi bu? Bu kosmos Endi bu отдельно, bu o'zimiz yasamaymiz. Bu vodiydan zakaz qilamiz. $200 bular. $200. Endi Boshlanishi qancha bilan boshlanadi? Bularning boshlanishi $150, $120. Endi nimasiga qarab, diagonaliga, o'sha diametriga qarab bo'ladi bular. Endi fasoniga qarab. Endi bularga shu fason yo'qdi. Shu hozir $200 dan $400 ikkovi. Bularga yana skidka qildik buni. 220 dan edi. Bularga 200 dan nima qilib berdik. Nasib bo'lsa to'ylari bo'lsa, nasib inshaalloh. Ana shu xonadonni ukamiz o'zlari Turkiyada ekanlar, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ana shuncha ishni qilyaptilar. Ana ustalarimiz ishlayapti. Ana ish jarayonini ko'ringlar. Hammasi profilda. Bu yera nima yo'q, rekada ishlamaymiz biz. Ana ko'ryaptilar doyini o'zlari, hammasi profilda. Ana ish jarayonini ko'rishlaringiz mumkin. Ana shunday profilda urib, ana shunday ana pad bo'yi, profil pad bo'yi yo'q ketyapti, ustolarlar yo'q. Xo'sh, hozir beri ish ketyapti, ana akalar hozir videoni o'tkazmay o'tiringlar, nasib bo'lsa yana Lenin yo'lda tayyor etilgan ish ham bor. Uni ham borib ko'rsatib o'tamiz. Ana hozir o'sha Lenin yo'liga bitkazib kecha keldik. Uni o'sha hozir borib akam ko'rsatadilar u ishda. Endi u boshqacha fason. Uni ham borib ko'rasiz. Uni ko'rasizlar, uni bahosini berasizlar. O'shanaqa fason bo'lsa o'sha.
hozirgi o'sha trendga chiqayotgan fason o'sha endi. Trendga chiqqan. Yangi fasonda u endi. Ha. Ha, endi o'sha kim Endi tabiat qanday 2026 trendagi fasonlardan-da. ha, endi kimni tabiat Mana bu qanday holatda yoqadi, chiqmagan. o'shanga qarab ish tutamiz. Mayli o'zlari trendda o'sha bo'lgan fasonni aytsalar ham taxlab berib bitkazib ketib chiqamiz. Bo'ldi. Ha. Bunaqa qimmatbaho nima emas. Hammasi kelishilgan shu uyni nimasiga qarab qilinadi hammasi. Nasib. Hmm. Xo'sh, shunda videoni o'tkazmay turinglar. Siz yoqdan bir bitta video olamiz nasib bo'lsa. Mana akalar gap yo'ligi. Xo'sh, ustoz aka endi beri material qanaqadan ishlatdingiz? Assalomu alaykum, hurmatli Xo'sh, obunachilar. Ana bergan fasonimiz xatli fasondan berilgan 04 turkam ishlatilgan 130 mingdan. 130 mingdan bo'ladi. Ana yangi fasonimiz kecha tugatib ketdik bu yerni. Yangi chapason Buxoro davlat Buxoro issiq suv nimasiga. Ana kecha ishni tugatib ketdik. Bu obyektimizni ana kecha topshirib ketdik. sifatlari zo'r, mana qaytdik. Muroqat aka, mana to'g'risini endi ko'ryapman-da. Bu birinchi ishimiz shunaqa, bular shunaqani tanladilar, shuni nima qilib berdik. O'zlari tanladi. Ha, bular o'zlari nima qildilar, biz tanlab nima qilib chiqarib berdik, ana shunday bo'ladi dedilar, ana shunday urib berdik bularga. Bularga ham ma'qul bo'ldi. Ishimiz qilgan ishimiz. Zo'r chiqibdi lekin. Menga ham ma'qul keldi lekin. Endi obunachilar baho beradi, Haqiqatan o'zlari baho beradi bu ishlarimizga. yangicha fasonni. Mana bemalol telefon qilsa ekran pastiga xo'sh ololdik ustakalarni, yo'lingda deydigan ishlari. Mana ko'rishlar, bittaman. O betganincha. Ha, bo'ladi. Tabriklar sizlar. Og'ay men xonaga javob bu kishi o'zlari Rossiyada, o'g'illari. Ana boboni o'zlari nima qilib o'tiribdilar. Mana akalar, bemalol telefon qilaverasiz. Ana shu nomerlarga telefon qilib, ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Qilgan ishlarimizga. Like, подписка qiling, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.